Hem ahir hadisimiz bunga قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, Allah kimga iyilik dili, şunu dinni bilishlardan, anlovchilardan etar. Rabbimiz biror kishiga iyilik dilaykan, demak u ana dinni bilishlardan etar. Dinni bilib, dinni anglovchilardan etar. Demak, agar Allah biror kishiga iyilik tilamasa, demak u ana dinni bilmovchilardan, dinni anglamovchilardan etar. Har bir kishi o'zini tekshirib qarayala. Ko'pmi u bugungi kunda dinga vaqtini beradi? Ko'pmi u dinni o'rganadi? Ha? Ko'pmi u dinni o'rganib, ko'pmi u dinni anglashga tirishadi? Kunda o'rinda. Agar u kunning ko'p ulushini dinni o'rgatishga sarf etar ekan, dinni o'rganib, dinni anglaykan Allohning rahmati bilan, demak u Allohga rahmat aytadi deyish. Birinchidan u suyunirga deyish, bu demak Alloh anga narsa iyilik tilaydi. Ham u Allohga rahmat aytirga deyish. Allohga duo bilan indashirga deyish, Alloh ana shu yo'lda nag'itsin uchun. Endi kimda kim dinni o'rganmaykan, endi dinni ozgina o'rganib, endi butunlay o'rganmaycha, dinni anglamaykan, demak bu qo'rqinish. Demak bu Alloh senga iyilik tilamay deganga bilgi. Ham endi bu kishi o'ylanirga tegish, gunohlarini qoldirishga tegish. Gunohlarini qoldirib, Allohga qaytib, Allohdan hidoyat so'rab, Allohdan yordam so'rab, dinni o'rganib, dinni anglov yo'lina bosirga tegish.